ko'pincha menga aytishadi-da, oxirgi payt qarindoshlarim ham orasida shunaqa gap yuribdi. Xafa bo'lmas ekansan yoki bo'lmasa uncha-munchaga xafa bo'lmas ekansiz degan gaplarni eshitishni boshladim. Bu o'zim ustimda ishlaganimdan keyin shunaqa bo'ldi. E'tibor bermayotgandim, xafa bo'lyapmanmi, xafa bo'lmayapmanmi degan narsaga-da. Qachon siz insonlardan xafa bo'lib qolmaysiz? Qachonki siz ulardan kutishni to'xtatsangiz, oson-a gapirish, kutishni to'xta deb oson juda ham gapirish. Qachon siz kutuvlaringiz kamayadi? Qachonki siz limitga qarab boshqalarga yaxshilik qilsangiz, qanaqasiga? Yaratgan yaxshilikni cheksiz qiladi. Uni rahmati keng, karami keng, lekin biz insonmiz. Siz kimgadir yaxshilik qilayotganingizda minnat qilguningizgacha bo'lgan limitda qiling. Ya'ni fisabilillah Alloh uchun deb yaxshilik qiladigan darajangiz bor. Undan ko'prog'ini qilsangiz, men qiluvdim-ku, nimaga bu qilmayapti degan narsa miyangizda aylanishi boshlaydi. Bundan yomon narsa yo'q. O'zingiz ham qiynalib ketasiz va xafa ham bo'lib qolaverasiz. Shunda Alloh uchun deb Alloh uchun degan limiti, hammani limiti har xil bo'ladi. Misol uchun, Alloh uchun degan limitingizgacha qilasiz. Malol kelsa, og'rinsangiz u yog'iga qilmaysiz. Kuchingiz yetgancha qiynalib, o'zingizni qiynab yaxshilik qilmaysiz. Ana o'shanda Alloh uchun degan joyigacha qilsangiz, boshqalardan xafa bo'lib qolmaysiz. Chunki ulardan kutmaysiz. Chunki o'zingizdan voz kechib kimgadir nimadir qilmadingiz. Siz boshqalardan qachon xafa bo'lib qolasiz? Kommentariyada yozing, gaplashamiz.